Liquidness hozir ko'rib chiqamiz. Liquidnessga oid zilkalar ham ochamiz. Bundan oldin video chiqarilgandi. Uni tepada linkini qo'yib qo'yaman, kirib ko'rsanglar bo'ladi. Liquidnessga oid teoriya. Endi hozir liquidnesslarni ishlatib va switchni o'zi liquidness zonalarni sweep qila olgan joylardan zilka ochib, strukturani atmetka qilamiz va yanada chuqurroq liquidness haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar. Xo'p, boshlaydigan bo'lsak, bu nima o'tgan videoda ko'rsatdim va hozir yana bitta qaytarib o'taman. Liquidness har bitta minimum yoki maksimum, ya'ni har bitta maksimum yoki minimumlarda liquidness bor, ya'ni pullar bor. Bozor aynan shularni yechibgina asosiy savdoni boshlaydi yoki bo'lsam kuchsiz minimum maksimumlarning tagida bo'ladi. Ya'ni hozir bizda bu kuchli minimum, bozor o'zi kelib ketish kerak minimum olamasa nima bo'ladi? Bu yerda bozor kuchli minimum liquidnessni yechdi, ya'ni tepada ham liquidness bor, ya'ni uni ham yechib, keyin asosiy harakatni boshlash kerak bo'ladi. Xuddi shuni neytralni tarafi yoki mana bunaqasi M pattern yoki teng maksimum bo'lib qolsa yoki teng minimum bo'lib qolsa, bu yerda o'zi liquidness bor. Bozor aynan shularni yechibgina harakat qilish kerak bo'ladi, chunki bu yerda ko'pchilik kirib stop losslar turgan bo'ladi yoki sell stop, buy stoplar turgan bo'ladi. Xo'p, xuddi shuni boshqacharog'i teskari maksimum yoki teskari minimumlar, ya'ni relevant high, relevant lowlar bizda liquidness zona bo'la oladi. Yoki bo'lmasa hammaga mashhur trend liniya liquidnesslari o'zi shunda ko'rinib turadi. Bu yoqda pullar borligini, bozor ularni yechib ketishi mumkinligini. Xo'p, videoni ko'rmagan bo'lsangiz, undan oldingi videoni ko'ringlar, biz davom ettiramiz. Xo'p, hozirgi holatda biz strukturani ozgina atmetka qilib, zilkalarni ochishga harakat qilamiz. Hozirgi holatda biz strukturani tasdiqlashimiz uchun bizda investmentni yechish kerak bo'ladi. Strukturani tasdiqlashligimiz uchun, ya'ni liquidnessni yechish kerak strukturani o'zida. Aytaylik, bu hozirgi holatda bizning minimum, maksimum hali yo'q. O'zi maksimum paydo bo'ldi. Bozor shu diapazonning ichida. Ya'ni bozor osonroq tushunish uchun bu bizning maksimum, bu bizning minimum. O'zi real grafikda buni chizish shart emas, endi sizlarga tushuntirish uchun. Xo'p, biz qaraymiz, qayerdan zilka ochishimiz mumkin, qayerda bizning liquidnesslarni yecha olgan. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, mana bu switch o'z oldingi liquidnessni yecha olgan. Bu 1 va men bitta qaraydigan bo'lsak, bu uncha vaziyat emas. Xo'p, bu vaziyat emas, lekin vaziyatga qaraydigan bo'lsak, mana bu blokdan bu reaksiya otdi, flip zona qilib olishimiz mumkin. Hali flip entrylarni ham chiqaraman, lekin men bu ketma-ketlik videolarni bundan oldingilarni qarasanglar qisman bor. Bu yerda qanaqa reaksiya bor? Bozor o'zi kelib, bitada buzib ketmayapti, ozgina reaksiya olib keyin ketyapti. O'shaning uchun men bitta dona switchani o'zini yoki ikkita qilib zilkaga kirishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam polni order flow. Hozircha shunda olib turamiz. Xo'p, limit joylashtiramiz. Maqsad o'sha 4 soatlik maksimumgacha 1-2 pips chiqarib qo'yamiz. Swing maksimumgacha bo'ladi. Va bu yerda men bu liquidnessni yechgani bilan aniq bir ko'rib turgan bloki yo'q. Buni switchani fitini o'ziga qilishimiz mumkin. O'zi ishlagan, opasniyroq. Ammo bu katta qilib olsak, bundan o'zi qanaqadir manfaat yo'q. Slishkim katta reaksiya oladigan. Xo'p, keyin mana men bitta bozor reaksiya olgan, bu inside bar switch. Ya'ni ikkita o'zidan oldingi switchani maksimum va minimum olmagan, bundan reaksiya otdi. Bundan reaksiya otgan sababiga biz trendga teskari mana bunaqasi order flow qilib yoki order block qilib sellga tushishimiz mumkin bo'ladi, lekin biz buni tushunmaymiz. U ping pong entry bo'ladi. Uni keyinchalik batafsil tushuntirib boraman. Hozir faqat liquidnesslarni o'ziga e'tibor qaratamiz. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu liquidness zonani yechgani, o'zidan oldingi minimum maksimumni sweep qilib qo'ygani uchun ham bitta bozor tikka buzib ketmayapti, ozgina reaksiyalar olib, keyin buzish arafasida. Bu yoqda adashmasam order flowdan polni ketgan ekan, order blokkgacha kelmagan, даже order blokka ham kelmagan ekan. Xo'p, narxni davom ettiramiz, yurg'izamiz. Men bitta yana sekin yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, minimumlarni sweep qilib
qo'yyapti. Ya'ni likvidnessini yechyapti. Hop, bu yoqda sezilarli likvidness yechgandek ko'rinmayapti. Bu yoqda ham risk ko'rish kerak. Mana imbalansi bor. O'zidan oldingi svechalarni o'zini хотя бы likvidnessini yechgan ekan, svechani o'zini. Bunga ham tortib ko'ramiz. Bu maksimumlarni yengilab ketyapti. Va e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerdagi svechadan reaksiyasini olyapti. Biz buni real grafikda qilishimiz shart emas. Men sizlarga likvidnessni biroz tushuntirish uchun ko'rsatib o'tyapman. Mana bu yerda nega biz сделкamiz ishga tushdi? Mana bu yerda trend liniya likvidness bor edi. Yoki teng minimumlama likvidness bor edi. Shu uchun ham necha bo'ldi. Endi sal maksimum e'tibor beradigan bo'lsak, mana ya'ni bu target qilishimiz uchun. Hozir mana bu сделкamiz ishga tushgan bo'lsa, bemalol maqsadni maksimumgacha qo'ya olamiz. Nega? Chunki bizda likvidness bor. Bozor uni yechishga tayyor turibdi. Uni yechish uchun chiqadi va likvidnessimiz bor. Xo'p. Сделкаdan olib turaman. Faqat sizlarga likvidness ko'rsatmoqchiman. Men bu shunday svechani o'zini qarab turadigan bo'lsak, ko'rinib turibdi men bu svechamiz o'zi. Svechani o'zi. Men bittagi polniy seriozniy likvidnesslarni yechib olgan. Bittadan emas, kattaroq sezilarli likvidness yechgan. Ya'ni minimum katta kuchli likvidatsiya bo'ldi va men bitta ham likvidnesslarni yechyapti. Xo'p, bu yoqdan ham o'sha сделка ochishimiz mumkin bo'ladi, chunki nima qilgan? Likvidnesslarni yechgan. Xo'p, dalshi bozor ko'tarilyapti. Strukturani sindiryapti maksimumini. Minimum avtomatik bu yoqqa ko'chib o'tadi. Endi yo'lda qaraymiz, qayerda biz сделка ochishimiz mumkin bo'ladi. сделка ochishdan oldin asosiy likvidness qayerda? Likvidnesslarni qayerda yecha oldi? Xo'p, mana bu blokdan likvidness savdoga kirish yaxshi emas, chunki tagida turibdi likvidness. Tagida likvidness bor mana. Teng minimumlar yoki W pattern likvidness bor. Bu joydan savdoga kirish xato hisoblanadi. Strukturani tasdiqlab berdi bizga. Strukturamiz tasdiqlandi. Endi narx yurg'izamiz. Вот, mana likvidness shunday yechib ketdi. Sizga blokimiz keldi va e'tibor beradigan bo'lsak, yo'lda ham mana bu misol uchun o'zidan oldingi maksimumlarni likvidnessni yechib oldi. Hozir endi bu bizga reaksiya beradigan zona bo'lib xizmat qiladi. O'zi trend buy bo'lgani uchun reaksiyaga xizmat qiladi, reaksiya bera oladi. Lekin tepasini qaraydigan bo'lsak, bizda nima turibdi? Trendlar likvidness bormi? Bo'ldi, buni maksimumda ham, minimumda ham pullar bor. O'zi bozor mana bu ichki likvidnesslarni yechyapti. Endi maksimum tashqi likvidnesslar bor. Mana bular tashqi likvidness, mana bu tashqi likvidness. Bozor ularni yechish uchun ham chiqadi. O'shaning uchun ham likvidnessni yaxshi bilish kerak. Likvidnessni ko'r deyiladi yoki likvidnessni ko'ramasang, o'zing likvidnessga aylanib qoldi degan narsa bor. Reaksiya berishga xizmat qilib, bo'ldi, buzib ketdi. Xo'p, bu reaksiya berishga xizmat qilib, bu yerda flip entrylarni qilish mumkin. Biz uni qilmaymiz. Xo'p, biz yana yaxshilab qaraymiz. Qayerda seriozniy likvidnesslarni yechyapti. Mana bu holatdan likvidnessni yechgan. Qisman kimdirlar uchun polностью mana bunga o'xshagan sezilarli likvidnessni yechish kerak. Kimdirlar uchun kichkina likvidness o'zi kifoya hisoblanadi. Вот, aytilgandek, mana bu yoqda fitilini o'zini olishimiz mumkin bo'lgan. Sniper entry yoki bo'lmasa mana bu yonidagi svecha bilan birga olish mumkin bo'lgan. Xo'p, strukturani tasdiqlangan, strukturani sindirib o'tdi maksimumini. Minimum avtomatik tarzda bu yoqqa ko'chib o'tadi. O'sha struktura haqida video bor. Nega buni olmayman, ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, yo'lda endi e'tibor beramiz. Birinchi strukturani tasdiqlashimiz kerak. Struktura hali tasdiqlanmadi-yu, lekin mana bu likvidness qaranglar, chiroyli likvidness bor. Bu katta ehtimol bilan sindirib ketadi deb olishimiz mumkin, chunki teng minimumlar bor bizda. Teng minimum likvidness equal low. Va strukturani yechsa ham bizning strukturamiz tasdiqlanib beradi. Xo'p, yechmasdan ko'tarilyapti, bu yaxshi. Demak, endi kelasi safar hozir
yengillab ketadi degan umid bilan fikrda tursak bo'ladi. Buzib ketishini kutsak bo'ladi. Tepada ham xuddi shu ish takrorlanyapti. Mana bu yerda mana likvidnesslar hozir bozor diapazonda turibdi. Maksimum va minimum ichida ko'ramiz qaysi tomonga. Xo'p, birinchi maksimumni buzib o'tdi. Hozirgi holatda bizda mana bu yerdan strukturamiz tasdiqlanadi agar buzib o'tsa. Undan tashqari mana bu yerda likvidniy zonamiz bor edi. Endi bu sal mana yana ko'payyapti. Mana bunday olishimiz mumkin. Polniy bu yoq likvidniy, ya'ni mana buni ham buncha kiritishimiz mumkin. Likvidniy zona bor bu yoqda deb olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, strukturani tasdiqlash bu yoqqa ko'chib o'tyapti. Investmentimiz. Struktura tasdiqlandi. Bu bizning maksimum. Minimum pastda. Xo'p, bizda likvidnesslar bor. Bu tomongacha, bu minimumlargacha tushishini kutishimiz mumkin bo'ladi. Chunki bizda tonna likvidness bor. Xo'p, bu yoqda tushmasdan shunday ketib qoldi. Yaxshi. Mana bu yerda o'zida kichkina mana bu narx o'zidan ketibdi. Bunga e'tibor bermaymiz. Qaranglar, mana shu yerda o'zida savol ham tug'ilyotdi ko'pchilikda. Fake cho'ch qanaqa bo'ladi, uni qanday aniqlash mumkin? Hozir ko'rasizlar. Xo'p, mana bu yerda likvidnesslarni yechdi. Mana to'liq chiroyli likvidatsiya bo'ldi bozorda. Mana likvidness bor. Strukturniy maksimum sindi. Likvidness bor. Mana bu blok o'zini shunday likvidness qilib, zelka ochishga qarashimiz mumkin. Agar hozir mana bu minimumni yengillab qo'ysa, mana bu likvidniy zonaga tushish kerak. Chunki mana bu yerda shuncha order qolib ketyapti. Buni yengillash uchun, ya'ni qoplash uchun tushish kerak bo'ladi bozor. Agar mana shuni yengillab yana tepaga qarab harakatlansa, fake cho'chligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Endi hozir uverenni katta ehtimol bilan minimumlarimiz buzilib ketishini kutishimiz mumkin, chunki bizda hali qoplanmagan likvidnesslar bor. Ya'ni buni bozor buzib ketish ehtimoli katta. Hop, strukturamiz yana tasdiqlandi. Bu bizning maksimum. Bu bizning minimum. Mana bu yerda ham qarasa e'tibor beradigan bo'lsak, bozor maksimumlar, ya'ni selga tushish uchun ham likvidnesslarni yechib kuchli likvidniy zonaga tushib kelyapti. Yana bu yoqdan sell pozitsiyani qarab ham ish tutishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni buy to sell ishlab. Unda ham hozir birinchi, ya'ni bir tomonni o'ziga kuchli uveren bo'lmaguninglarcha tavsiya etilmaydi. Uni qo'shimcha qoidalari bor. Mana likvidnesslarni yechib oldi. Nima bo'lyapti? Yana o'zidan keyin likvidness shakllantiryapti. Likvidness bor. Yana o'zidan keyin yana likvidness shakllantirib. Xo'p, yana darishda davom etyapti bozorda. To'rt soatli swing. 4 soatli minimum, lekin shunday likvidniy zonani tagida. Katta ehtimol bilan buni buzib ketish ehtimoli bor. Bizda pastda ishlamagan bloklar bor. Bunda likvidnesslarni yechdi mana. Xo'p, strukturani qaraymiz, tanasi bilan buzib o'tish kerak. Bizning maksimum joyida qoladi. Strong liquidation. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, likvidness bor. Likvidnessni ya'ni yechdi. Mana qarang, likvidnessni yechib, qaytib shu blokka kelib, razvorotlarni oldi. Mana pastdagi ishlamagan blokimiz keldi, o'sha bu reaksiyaga xizmat qilyapti. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, yana bizda likvidniy zonalar shakllanyapti. Mana bunaqa ham maksimumda nima bor? Likvidness bor. Bozor hozir shularni yechishga chiqishi ham kerak tepaga. Chuqurlashtirib ketyapti, ya'ni pastda ishlamagan likvidnesslar bor, o'shanga qarab harakatini olyapti. Hali ham mana bu yerdagi likvidnesslar aktual, bozor hozir bularni yechish uchun ham chiqish kerak bo'ladi va pastda ishlamaganlarni yechib olish kerak bo'ladi birinchi. O'sha srazu tepaga qarab harakatini boshladi. Bu bizning minimum. Bozor o'sha sell trendga razvorot qilib bo'lgan. Strukturamizni mana bu yerda olaveramiz, o'zi pastda tasdiqlangan, pastroqda. Xo'p, endi selga vaziyat qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda bozor likvidnessini sweep qila olgan, ya'ni o'zida oldingi maksimumlarni likvidnessini yechib, o'zi pastga yopilyapti. Demak, shu blokka o'ziga bundoq qilib limit tortib zelkaga kirishimiz mumkin bo'ladi.
Xo'p, mana buni ham e'tiborga oladigan bo'lsak, mana o'z oldingi maksimlarni svip qilib, o'zi pastga yopilyapti. Yana сделкаlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi selga qarab. Yana xuddi shu holat takrorlanyapti. Ya'ni bu yoqdagi umumiy nima desa bo'laman, mana bu yerda likvidность bor edi, uni yechishga tushdi. Ya'ni bu videodan maqsad umumiy ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam nima? Сделка kirishdan oldin likvidностьlarga yaxshilab qarashimiz kerak bo'ladi. Qaysi zona likvidностьda turibdi, biz o'zi qaysi holatda savdoga kirmoqchi bo'lamiz, nimaga asoslanib, hammasiga e'tibor bersak, mana oddiy o'zinglar uchun ham prosta grafiklarni yurg'izib ko'rsanglar, mana bu yerda likvidность bor edi, uni yechish uchun chiqyapti. Va pastda nima bor? Uni likvidность bor, uni yechish uchun tushadi. Yoki umumiy diapazonni oladigan bo'lsak, bozor likvidностьlarni yechib ham harakatini amalga oshiradi. Mana bu yoqlarda ham likvidность yechyapti, likvidность yechib harakatni amalga oshiryapti. Mana bu yerda likvidность yechyapti, blok kelib ketyapti. Likvidность yechyapti, kelib ketyapti. Mana minimum likvidностьni yechyapti. Blok, bum. Maksimumni oladigan bo'lsak, maksimumda uncha ko'rinmayapti. Xuddi shu tarzda davom etadi. Likvidностьlarga e'tibor beringlar, likvidностьlarni to'g'ri aniqlaylar. Asosiy maqsad shu. Likvidностьni ko'rmasanglar, likvidностьni bilmasanglar, o'zingizlar likvidностьga tushib qolishinglar katta ehtimol bilan tushib qolasizlar. Ya'ni stoplarni urib ketadi. Trendga teskari tushib qo'yasizlar. Qaysi holatda likvidность zonalar bor, qaysi tarafga qarab target qilishimiz kerak. Aytaylik, biz mana bu yerda сделкаga kirganmiz. Bayga qatgacha biz сделкamizni ushlab turishimiz mumkin pozitsiyani. Mana bu yergacha ushlab tura olamizmi? Nima qaysidir o'zimizga esimizdan chiqarib qo'ysak ushlab qo'yishimiz mumkin yoki qanaqadir kimdir maslahat bergan bo'lsa ushlashimiz mumkin, lekin uverenni ushlash uchun mana bu yerda bundoq likvidность shakllanib turgan bo'lsa, bo'ldi, ushlash kerak. Nega? Chunki bozor likvidностьlarni yechish uchun chiqadimi-da. Undan tashqari strukturaga ham e'tibor berishimiz kerak. Bozor o'zi qaysi tomonda kelyapti, uptrendmi, downtrendmi? Shunga qarab ham biz pozitsiyalarimizni ushlashimiz, сделкаlarni amalga oshirishimiz mumkin. Iloji boricha сделкаga kirishdan oldin va POI zona intereslarini aniqlashdan oldin e'tibor beringlar, o'zingizga savol beringlar, qarab chiqinglar. Men likvidniy zonaga tushib qolmayapmanmi? Ya'ni men kirayotgan joy, ya'ni men сделка ochmoqchi bo'lgan joyda likvidniy zona yo'qmi yoki uni pastroqda yoki uni teparoqda likvidniy zona bormi, yo'qmi? Shunaqa savollarni o'zingizga berib, likvidniyni kuchaytirib borishimiz kerak bo'ladi va bundan keyin ham yana tushunarliroq videolarni chiqarib boraman. Hammalarga rahmat. Likvidniy zonalarga tushib qolmanglar. Shu orqali qo'shimchani fake post cho'chilarni aniqlashingiz mumkin bo'ladi. O'zi nima sababdan bozor harakatini, o'zi bu likvidnost oldin aytib o'tilgandek, bu bozordagi yoqilg'i hisoblanadi. Bozor asosiy yoqilg'isi likvidностьlarni yechib yuradi. BFI'larmi, Bank and Financial Institutionlar ham aynan likvidностьlarni yechgandan keyin savdoga kirishadi. Endi asosiy orderlarning oddiy prosta logikasi mana qancha misol uchun miqdorda sizlar selga tushmoqchi bo'lsanglar, shuncha miqdorda sizlarga teskari bayga chiqadigan order kerak bo'ladi. Yoki xuddi shuni teskarisi. Bu deganiki shuncha miqdorda bayga chiqadigan order turgan bo'lsa, ular likvidностьni yechib selga tushadigan order boshlasa bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingi videolarni kutib qolinglar. Hammalarga rahmat.